Demak, avvalambor assalomu alaykum hammaga. Ekran, ovoz hammasi yaxshimi? Xo'p, ekran yoqmayapti. Ekran, ovoz hammasi yaxshimi? Demak, bugun biz ekub natural bo'luvchilar soni, natural bo'luvchilar yig'indisi, umumiy bo'luvchilar soni haqida batafsil o'rganamiz. Ya'ni mana o'shalar qanday topamiz? Barchasini o'rganamiz. Demak, birinchi o'rinda ekubdan boshlaylik. Ekub nima? Ekub eng katta umumiy Hop, ekub eng katta umumiy bo'luvchi. Ekub eng kichik zarralisi. Demak, xo'p, ekub nima ekan? Ekub bu qisqartirilgan shakli ekanda, yoyilmasi eng katta umumiy bo'luvchi bo'lar ekan. Har birini bosh harflarini olyapti. Engni E harfini olyapti, katta so'zini K harfini olib, umumiy so'zini U harfini olyapti, bo'luvchi so'zini B harfini olib, hammasini birlashtirib ekubni hosil qilyapti. Endi ekubda eng so'zida E ni olyapti, kichik so'zda K ni olyapti, umumiy so'zda U ni olyapti, kalali so'zda K ni olib ekub so'zini hosil qilyapti ekan. Demak, mana shu qisqartmasi hisoblanar ekan. Qisqartmasi. Demak, qaranglar. Xo'p, bizga misollarda o'rganamiz. Misollarda o'rgatib ketaman hozir. Misollarga o'tib olaylik-da. Xo'sh. Demak, mana qaranglar. Biz ekubni bilishimizdan oldin biz sonlarni tub ko'paytuvchiga ajratishni bilishimiz kerak. Sonlarni tub ko'paytuvchiga ajratishimiz kerak. Biz sonlarni tub ko'paytuvchiga ajratishni bilmasdan turib, ekub natural bo'luvchilar sonini topishni bilmaymiz-da. Shu tufayli birinchi o'rinda sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratishni o'rganib olamiz. 21-misoldan ko'ramiz. Qani 32 nechiga bo'linadi? Ya'ni hozir biz tub ko'paytuvchiga ajratishimiz uchun eng kichik sondan boshlab bo'lib olamiz. Eng kichik son 2. Demak, 32 ni 2 ga bo'laman. 16, 16 ni 2 ga bo'laman. 8, 8 ni 2 ga bo'laman. 4, 4 ni 2 ga bo'laman. 2, 2 ni 2 ga bo'laman. 1. Demak, 32 ga teng bo'lar ekan 2 dan nechta qilishadi? 1, 2, 3, 4, 5. Demak, 2 ni 5-inchisi bo'ladi. Mana berilgan sonni tub ko'paytuvchiga ajratdim. Ba'zi bir holatlarda tub ko'paytuvchiga ajrating demaydi, kanonik yoyilmaga keltiring deydi. Kanonik yoyilmaga keltiring deydi. Kanonik yoyilma kelib qolsa, ya'ni test bazalaringizda nima ekan deb o'ylanib o'tirmanglar. Kanonik yoyilma degani bu tub ko'paytuvchiga ajrat degani. Tub ko'paytuvchiga ajrat. Ya'ni mana shu holatini ham biz kanonik yoyilmaga misol qila olamiz. Tushunarlimi? Xo'p, yana misol ko'ramiz. Qarang. Xo'sh. 196. Xo'p, bizda 98 bo'ladi. 98. 98 ni 2 ga bo'laman. 98 ni 2 ga bo'lsam 49. 49 2 ga bo'linmaydi, 3 ga bo'linmaydi, 7 ga bo'linadi. 7 ga bo'lsam 7. Demak, 7 ni endi 7 ga bo'laman 1. Demak, 196 teng bo'lar ekan 2 dan nechta qatnashadi? 2 dan 2 ta ko'paytirilgan, 7 dan 2 ta. Mana berilgan son tub ko'paytuvchiga ajraldi. Mana shu holat kanonik yoyilmaga ham keltirildi. Har doim biz sonlarni, ya'ni berilgan sonlarni tub ko'paytuvchiga ajratish uchun eng kichik tub sondan boshlab bo'lib boramiz. Agar eng kichik tub son 2 bo'lsa, 2 ga bo'lmasa 8 ga o'tamiz.
3 ga bo'linsa, 2 bo'lib, xo'p, tushunib oldinglarizmi? Tub ko'paytuvchiga ajratishga. Tub ko'paytuvchiga ajratishga. Yozib olsalaringiz, birma-bir keyinchisiga o'tib ketaveramiz. Biz sababi yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Yaxshilab tushunib olishimiz kerakda. Tub ko'paytuvchiga ajratish. Sonlarni tub ko'paytuvchiga ajratish. Barchaga tushunarli bo'ldimi? Izohlarni ko'rmayapman, lekin hech kim yozmabdi. Xo'p, keyingisiga o'tamiz, qaranglar. Keyingisiga o'tamiz. Yaxshi, tushunarli bo'lgan bo'lsa. Xo'p, qaranglar. Ana endi i-kubni o'rganamiz. I-kubni qolgan misollari ham mana shu tartibda ishlanadi. Ya'ni eng kichik tub sondan boshlab bo'lib borasizlar. Xo'p, tub ko'paytuvchi, ya'ni bo'lib borganlaringizdan keyin 2 dan nechtadir qatnashadi, 3 dan nechtadir qatnashadi. Oxirida mana shu holatda yozib qo'yasizlar. Ya'ni berilgan sonni yozasizlar. Teng deb 2 dan nechta mana shu holatda bo'lib qoladi. Hop, mana shu holat tub ko'paytuvchiga ajraldi. Endi i-kubni o'rganaylik. I-kub nima degani? Eng katta umumiy bo'luvchi degani. To'g'rimi? Xo'p, biz i-kub topish uchun 31-misolga qaraymiz. 31-misol. Nima qilamiz? Birinchi o'rinda berilgan ikkala sonni ham tub ko'paytuvchiga ajratamiz. 2 ga bo'lamiz. 24. 2 ga bo'laman. 12. 12 ni 2 ga bo'laman. 6. 6 ni 2 ga bo'laman. 3. 3 ni 3 ga bo'laman. 1. Demak, 48 teng bo'lar ekan 2 ni 4-inchisi ko'paytirib 3 ni 1-inchisi. 60 ni ko'paytuvchiga ajrataman. 60 ni ham tub ko'paytuvchiga ajrataman. 2 ga bo'laman. 30, 2 ga bo'laman. 15, 15 2 ga bo'linmaydi. 3 ga bo'laman. Endi 3 ga bo'lsam necha chiqadi? 5 bo'lar ekan. 5 ni 5 ga bo'laman, 1 bo'ladi. Demak, 60 teng bo'lar ekan 2 dan nechta qatnashadi? 2 ta 3 dan, bitta 5 dan ham bitta qatnashyapti. Mana ikkala berilgan sonni ham tub ko'paytuvchiga ajratdik. Ya'ni kanonik olmay keltirib oldik. Ana endi biz ikkala berilgan sonlar uchun i-kub tanlaymiz. i-kub xo'p 48 va 60 uchun. Xo'p, ana endi biz eng kerakli joyga keldik. Eng kerakli joyga. Ko'pchilik o'quvchilarimiz mana shu holatda adashib qoladi. Ya'ni i-kub bilan i-kubni o'rnini almashtirib qo'yadi. Berilgan barcha sonlarni tub ko'paytuvchiga ajratadi. Keyin oxirida qaysi birini olardik deb o'ylab qoladi. O'ylanib o'tirmaydi. Har doim i-kubda umumiy bo'lganini eng kichkina darajasini olasiz. 2 ni 4-inchisi bor, 2 ni kvadrati bor. Demak, biz 2 ni kvadratini olamiz. Ana endi 3 ni 1-inchisi bor, 3 ni 1-inchisi. Ikkalasida ham umumiy 3 bo'lyapti, to'g'rimi? 3 ni 1-inchisini olamiz. Xo'p, umumiy bo'lmaganlari, ya'ni o'xshash bo'lmaganlarini olmaymiz. Hozir 5 48 qatnashmayapti, 60 da esa qatnashyapti, to'g'rimi? Demak, olmaymiz. Mana shu ko'paytmani hisoblab qo'yamiz. 2 ni kvadrati 4, 4 ni 3 ga ko'paytiraman 12. Demak, 48 va 60 uchun i-kub 12 ga teng ekan. Mana endi yana misol ko'ramiz. Qarang. Xo'p. 35 ni ko'raylik. 35. 121 va 154 uchun i-kub topamiz. 121 ni 10 ga bo'lamiz. 10 ga bo'lsam 11 chiqadi. 11 ni 10 ga bo'laman 1. Demak, 121 teng bo'lar ekan 11 ni kvadrati. Mana endi 154 ni 2 ga bo'laman. Xo'p, 154 ni 2 ga bo'lsam, xo'sh, 77 bo'ladi. 77. 77 ni 7 ga bo'laman. 11. 11 ni 10 ga bo'laman 1. Demak, 154 teng bo'lar ekan 2 ni 1-inchisi ko'paytiruv 7 ni 1-inchisi ko'paytirilgan, xo'p, 11 ni 1-inchisi bo'lar ekan. Mana endi berilgan sonlar uchun i-kub tanlaymiz. 121 va 154 uchun. Xo'p, nimaga teng bo'ladi? O'xshash bo'lganini eng kichkina darajalarini olaman. 11 ni kvadrati bor, 11 ni 1-inchisi bor. Demak, men hozir 11 ni 1-inchisini olaman. Qolganlari o'xshash bo'lmayapti. Olmayman. Demak, 11 ni 1-inchisi nimaga teng bo'ladi? 11 ga teng bo'ldi. Bo'ldi. 121 bilan 154 uchun i-kub 11 ga teng ekan.
I kub 11 ga teng bo'ladi. Xo'p, ana endi sizlarga misol beraman. Qani sizlar ham ishlab ko'ringlarchi. Xo'sh, yana bitta misol ko'rsataylik, keyin sizlarga misol beraman. Xo'p, qaranglar. Ana endi 3 taligini ham ko'rib o'taylik. 3 taligini. Xo'p, bizga 3 talik misol berilgan bo'lsa, ya'ni 3 ta son uchun ham i kub top desa, har birini tub ko'paytuvchiga ajratamiz. Har birini tub ko'paytuvchiga ajratamiz. Xo'p, 120 120 96 180 uchun i kub tanlayman. 120 ni 2 ga bo'laman. 60 60 ni 2 ga bo'laman. 30 hop, 30 ni 2 ga bo'laman. 15 15 ni 3 ga bo'laman. 5 5 ni 5 ga bo'laman. 1. Demak, 120 teng bo'lar ekan 2 ni ko'pinchisi ko'paytiruv 3 ni birinchisi ko'paytiruv 5 ni birinchisi. Mana endi 96 ni ko'paytuvchiga ajrataman. 2 ga bo'laman. 48 48 ni 2 ga bo'laman. 24 24 ni 2 ga bo'laman. 12 12 ni 2 ga bo'laman. 6 6 ni 2 ga bo'laman. 3 3 ni 3 ga bo'laman. 1. Demak, 96 teng bo'lar ekan 2 ni nechinchi darajasi? 1 2 3 4 5. 2 ni 5-inchisi ko'paytiruv 3 ni birinchisi. Ana ikkinchi sonni ham tub ko'paytuvchiga ajratib oldik. Ana endi 180 ni ajrataman. 180 ni 2 ga bo'laman. 90 90 ni 2 ga bo'laman. Xo'p, 45 45 ni 2 ga bo'linmaydi, 3 ga bo'laman. 15 bo'ladi, 15 ni 3 ga bo'laman. 5 bo'ladi, 5 ni 3 ga bo'laman. 1 bo'ladi. Demak, 180 teng bo'lar ekan 2 dan nechta qadashyapti? 2 ni ikkinchi darajasi ko'paytiruv 3 ni ikkinchi darajasi ko'paytiruv 5 ni birinchi darajasi. Mana berilgan uchala sonni ham hozir biz 39-misolni ko'rib o'tyapmiz. Uchala berilgan sonni ham kanonik yonmaga keltirib oldik. Ya'ni 4 ko'paytuvchiga ajratib oldik. Endi berilgan uchala son uchun i kub tanlayman. I kub. Xo'p, 120 96 180 uchun nimaga teng bo'ladi? Ana endi qarayman. Har biridan umumiy bo'lganini eng kichkina darajasini olaman. 2 ni kubi bor, 2 ni kvadrati bor, 2 ni 5-inchisi. Xo'p, 2 ni kvadratini olaman. 2 ni kvadratini olaman. Ana endi qaranglar. 3 ni birinchisi bor, 3 ni birinchisi bor, 3 ni kvadrati bor. Qaysi birini olaman? Xo'p, ana endi 5 ni birinchisi bor, 5 ni birinchisi bor. Bunda esa 5 ni birinchi darajasi yo'q bo'ladi. Demak, 5 ni birinchi darajasini olmayman. Sababi uchalasida ham bo'lganda edi, olardim 5 ni. Xo'p, mana shuni hisoblab qo'ysam, nimaga teng bo'ladi? Xo'p, 2 ni kvadrati 4, 4 kir 3, 12. Demak, berilgan uchala son uchun i kub 12 ga teng bo'lar ekan. Bizga 4 talik berilgan bo'lsin, ya'ni 4 ta son 5 ta son, 6 ta son uchun ham mana shu tartibda topiladi. Ya'ni birinchi o'rinda sizlar berilgan sonlarni har birini tub ko'paytuvchiga ajratasizlar, keyin o'xshash bo'lganini eng kichkina darajasini olasizlar, o'xshash bo'lmaganini olmasizlar. Ya'ni qolgan natijani hisoblab qo'yib, i kubni topib qo'yasizlar. Xo'p, qani endi sizlarga qani tushunib oldilaringizmi yoki yo'qmi? Xo'p, barcha kishi darsimizga qo'shilgan barcha kishi 33-misolni ishlab ko'rsin. 33-misolni ishlab kommentariyaga yozib qoldirsin javobini. 200 300
Birinchi misol deb yozib qoldirdim. Ishlagan javobingizni birinchi misolni tagiga yozib qoldirasizlar. Birinchi misolni tagiga. Nechi chiqqan bo'lsa, javobini yozib qoldirasizlar. Tushunarlimi? Xo'p, ishla bugunlar ko'p ko'paytuvchiga ajratishga doir ham misol ko'rsam. Bu ikkinchi misol bo'ladi. 270 ni ko'p ko'paytuvchiga ajratsin. Barcha kishi 270 ni ko'p ko'paytuvchiga ajratsin. Ikkinchi misol uchun ham post yozib qoldirdim. Ya'ni javobini mana shu post tagiga yozib qoldirasizlar. Nechi chiqqan? Hamma kishi ishlasin. Yigirma oltinchi misolni ishlab ko'ring. Barcha kishi 26 misolni ishlab ko'rsin. Birinchi misolni ishlab bo'lganlar 26 misolga o'tsin. Ya'ni 270 ni ko'p ko'paytuvchiga ajratinglar. Faqatgina birinchi misolni ishlab bo'lganlar ikkinchi misolga o'tsin. Ana endi tekshirib ko'ramiz. Ishlagan javoblaringizni tekshirib ko'ramiz. Demak, birinchi o'rinda birinchi misolni tahlil qilamiz. Ya'ni 200 va 360 uchun 200 va 360 uchun i kub tanlaymiz. I kub nimaga teng bo'ladi? Hop, joy ajratib olamiz. Ishlashimizga. Demak, boshlaymiz. 200 ni ko'paytuvchiga ajrataman. Nimaga teng bo'ladi? 200 ni hop, 2 ga bo'laman. 200 ni 2 ga bo'lsam 100. 100 ni 2 ga bo'laman. 50. 50 ni 2 ga bo'laman. 25. 25 ni 5 ga bo'laman. 5. 5 ni 5 ga bo'laman. 1. Ana endi 360 ni ko'paytuvchiga ajrataman. 2 ga bo'laman. Xo'p, 360 ni 2 ga bo'lsam 180. 180 ni 2 ga bo'laman. 90. 90 ni 2 ga bo'laman. 45. Xo'p, 45 ni 3 ga bo'laman. Xo'sh, 15. 15 ni 3 ga bo'laman. 5. 5 ni 5 ga bo'laman. 1. Demak, nimaga teng bo'lib qoldi? 200 teng bo'ldi 2 ni ko'pinchi darajasi ko'paytirilgan 5 ning kvadrati. 360 nimaga teng bo'ldi? Xo'sh, 2 ni 3-chi darajasi ko'paytirilgan 3 ning kvadrat ko'paytirib 5 ni birinchi. Ana shunga demak, buning uchun i kub topamiz. I kub nimaga teng bo'ladi? Hop, 200 bilan 360 uchun. Demak, hozir biz 2 ni ko'pinchi darajasi bor ekan, 2 ni ko'pinchi darajasi bor ekan. 2 ni ko'pinchi darajasini olamiz. Ana endi 5 ni kvadrati bor, 5 ni birinchi bor. Birinchi darajasi bor. 5 ni birinchi darajasini olamiz. Sababi i kubda eng kichkina darajasi olinar edi-da. Xo'p, 3 ni kvadrati bor ekan. Ikkinchisida ko'paytuvchiga ajratganimizda 3 ni kvadrati qatnashyapti, birinchisida yo'q. Demak, 3 ni kvadratini olmaymiz. Mana shu chiqqan natijani ko'paytirib qo'yamiz. 2 ni ko'pi 8, ko'paytirib 5. Demak, 40 chiqar ekan. Xo'p, kimlardir chiqqan bo'lsa, barcha kishi to'ppa-to'g'ri ishlagan. Ana endi 270 ni ko'paytuvchiga ajratamiz. 270 ni 2 ga bo'lamiz. 135. Hop, 135 ni 3 ga bo'lamiz. 135 ni 3 ga bo'lsam 45. Hop, 45 ni 3 ga bo'laman. 15.
15 ni 3 ga bo'laman 5. 5 ni 5 ga bo'laman 1. Demak, 270 teng bo'larkan 2 ni birinchisi ko'paytirilgan 3 ni 3-chi darajasi ko'paytirilgan 5 ni birinchi darajasi. Mana shunga teng bo'lar ekan. Kimda mana shunaqa javob chiqqan bo'lsa, to'ppa-to'g'ri ishlagan. Ana endi keyinchimiz. Ya'ni ikuk aniqlaymiz. Berilgan sonlarning eng kichik umumiy karalisini, ya'ni ikukni toping. Xo'p, ikuk topishda ham biz ikukda nima bajargan bo'lsak, ana o'shani bajaramiz. Faqatgina ikuk tanlashda ozgina farqi bor, ya'ni ko'paytiruvchiga ajratganimizdan keyin hozir ko'paytiruvchiga ajratib olaylik. Aytib o'taman qolgani. Xo'p, 2ni 48ni ko'paytiruvchiga ajrataman. 2 ga bo'laman. 24. 24 ni 2 ga bo'laman. 12. 12 ni 2 ga bo'laman. 6. 6 ni 2 ga bo'laman. 3. 3 ni 3 ga bo'laman. 1. Ana endi 48 teng bo'larkan 2 ni 4-chi darajasiga ko'paytirgan 3 ni birinchisi. 45 ni endi 3 ga bo'laman. 45 ni 3 ga bo'lsam 15. 15 ni 3 ga bo'laman 5. 5 ni 5 ga bo'laman 1. Demak, 45 teng bo'larkan 3 ni kvadrat ko'paytirib 5 ni birinchisi. Xo'p, ikuk tanlaymiz. Ikuk 48 va 45 uchun nimaga teng bo'ladi? Ana endi zo'r joyga keldik. Yaxshilab e'tiborli bo'lib turinglar. Xo'p, ikuk tanlashda biz nima qilamiz? Umumiy bo'lgani, ya'ni ikkalasida ham borini eng katta darajasini olamiz. 3 ni birinchisi bor, 3 ni kvadrati bor. Demak, 3 ni kvadratini olamiz. Xo'p, boshqa umumiy bo'lgani qolmadi. Ana endi o'xshash bo'lmaganlarni ham olamiz. 2 ni 4-inchisi bor ekan. Xo'p, 5 ni birinchisi bor ekan. Mana shuni ko'paytirib qo'yamiz, javobi chiqadi. Xo'p, 3 ni kvadrati 9 ko'paytirilgan. Xo'p, 2 ni 4-chi darajasi 16 bo'ladi. 2 ni 4-chi darajasi 16 ko'paytirgan 5. 16 ni 5 ga ko'paytiramiz 80. 80 ni 9 ga ko'paytirsam 720. Demak, berilgan sonlar uchun ikuk 720 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, yana bir ikkita misol ishlaymiz. Xo'p, qaranglar. 49 ni xo'sh. Nima deyapti? 25 t 12 uchun ikuk topilgan. Har birini tub ko'paytiruvchiga ajrataman. 25 ni man tub ko'paytiruvchiga ajratib turmay, bilamiz-ku 5 ni kvadrat ekanligini. Mana endi 40 ni nima deb olsam bo'ladi? 8 ko'paytirib 5 deb olsam, joy ikkalon bo'ladi-da. 8 ko'paytirib 5 desam, 8 ni nimaga keltirib olsam bo'ladi? 2 ni ko'pi ko'paytirib 5 ni birinchisi. Bo'ldi. Xo'p, ana endi 12 ni nima deyman? 2 ni kvadrat ko'paytirib 3 ni birinchi darajasi deb olsam bo'ladi. Mana shunga hamma tushundimi? Mana bu ko'rinishda yozib o'tirmadim. Mana shu ko'rinishda yozib o'tirmadim. Birato'la kanonik yoymaga keltirib o'tdim-da. Xo'p, ana endi ikuk tanlaymiz. Berilgan uchala son uchun 25. Xo'p, 1 12 uchun. Xo'p, ana endi biz nima qilamiz? O'xshash bo'lganini eng katta darajalarini olamiz. O'xshash bo'lganini eng katta darajalarini olamiz. Xo'p, 2 ni ko'pinchi darajasi bor. 2 ni kvadrati bor. 2 ni darajasi yo'q. Xo'p, demak biz 2 ni ko'pinchi darajasini olamiz. 2 ni ko'pinchi darajasi. Ana endi 5 ni kvadrati bor. 5 ni birinchisi bor. 5 ni darajasi yo'q. Demak 5 ni kvadratini olamiz. Xo'p, ana endi 3 ni birinchisini olamiz. Natijani ko'paytirib qo'yamiz. Xo'p, ko'paytirsak 5 ni kvadrat 25 ko'paytirilgan. Xo'sh, 8 ko'paytirib 3 bo'lar ekan. 25 ni 8 ko'paytirsam nech bo'ladi? 200 bo'lar ekan. 200 ni 3 ga ko'paytirsam 600 bo'lar ekan. Berilgan sonlar uchun 600 bo'lar ekan javobi. Ya'ni 3 ta son uchun ikuk 600 ga teng bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'ldimi?
Hop, yarashmaydi. Sekin-asta ishlaymiz. N-sini ham, N-ni ham, umumiy bo'luvchilar soniga ham o'tamiz. Xo'p, ana endi sizlarga misol beraman. Xo'p, qaranglar. Qaysi birini eshlaysizlar? Hop, qani, mana bu 48-misolni ishlab ko'ringlar. 48ni biroz xirra beribdi og'zidan. Kitobga qaranglar. 48-misolimizda PDF varianti xirra beribdi. Tiniqroq variantiga qarayman. Aytaman javobi nimaligini, ya'ni qaysi bilganligini. Xo'sh, 48da. Yo'q, 48 emas, 50 ni ishlaylik. 50 ni. Xo'p, 50 da nima deyapti? Qaranglar. 100, 120, 250 uchun IQ kitobinga barcha kishi ishlab ko'rsin. Mana shu berilgan uchala son uchun IQ kitobsin. Hamma ishlasin. Ya'ni, ishlagan javobingizni mana shu yerga jo'natasizlar. 3-misol izohiga. Xo'p, barcha kishi ishlab ko'rsin. Chatimizda hozir 20 kishidan ortiq e, o'quvchilarimiz bor, lekin atigi 7 kishi, 8 kishi ishlayapti-da. Hamma kishi ishlab ko'rsin. 100, 120, 250 uchun ilk topinglar. 120, 100, 250 uchun. Ilk nimaga teng? Uchinchi misol izohiga yozib qoldirsin. Javobini 3-misol izohiga yozib qoldirsin. Demak, tekshiramiz ana endi. Tekshiramiz. Demak, qaranglar. Mana ishlab bo'lgancha sizlar ham javoblaringizni yozib qoldirsalaringiz ham bo'ladi. Bemalol.
Xo'p, biz nima qilamiz? Birinchi o'rinda ajratamiz. Xo'p, 100 ni 2 ga bo'laman. 100 ni 2 ga bo'laman 50. Xo'p, 50 ni 2 ga bo'laman 25. 25 ni 5 ga bo'laman 5. 5 ni 5 ga bo'laman 1. Demak, 100 teng bo'larkan 2 ni kvadrat ko'paytirib 5 ni kvadrat. Bo'ldi. Ko'paytiruvchiga ajratdik. Ya'ni kanon ikki olmaga keldi bu. Ana endi 120 ni ajratamiz. 120 ni 2 ga bo'laman. 60. 60 ni 2 ga bo'laman. 30. 2 ga bo'laman. 15. 15 ni 3 ga bo'laman. 5. 5 ni 5 ga bo'laman. 1. Demak, 120 teng bo'larkan nimaga? Hop, 120 teng bo'larkan 2 ni ko'pinchi darajasi ko'paytirib 3 ni birinchi darajasi ko'paytirgan 5 ni birinchi darajasiga. Hop, ana endi 250 ni tub ko'paytiruvchiga ajrataman. 250 ni 250 nechiga bo'linadi? 2 ga bo'linadi. 125. 125 ni endi 5 ga bo'laman. 25. 25 ni 5 ga bo'laman. Hop, 25 ni 5 ga bo'lsam 5 chiqadi, 5 ni 5 ga bo'laman 1. Demak, 250 teng bo'larkan 5 ni ko'pinchi darajasi ko'paytirilgan 2 ni birinchi darajasi. Mana berilgan uchala sonni ham tub ko'paytiruvchiga ajratdik. Kanonik olmaga keltirib oldik. Mana endi ikuk aniqlaymiz. 100, 120, 250 uchun nimaga teng bo'ladi? Xo'p, har biridan eng katta darajalarni olamiz. 2 ni kvadrati bor, 2 ni ko'pinchi darajasi bor, 2 ni birinchi darajasi bor. Demak, qaysi birini olamiz? 2 ni ko'pinchi darajasini. Ana endi. Xo'p, 5 ni kvadrati bor. 5 ni ko'pinchi darajasi bor. Demak, 5 ni ko'pinchi darajasini olamiz. Mana endi bizda o'xshash bo'lmaganlar ham mavjuddir. 3 ni birinchisi ham bor ekan. 3 ni birinchisini olib ko'paytirib qo'yamiz. 2 ni ko'pinchi darajasi 8. Xo'p, 5 ni ko'pinchi darajasi 125. 125 ko'paytirib 8 ko'paytirib 3. Demak, hisob kitob qilsak bizda 3000 chiqar ekan. Kimda 3000 chiqsa, to'g'ri bo'ladi. Xo'sh, ikuk topish tushunarli bo'ldimi? Ikuk topish barchaga tushunarli bo'ldimi? Ko'pchilik 1500 yozib qoldiribdi, 1500 xato bo'ladi. Sizlar 3 ni birinchi darajasini hisobga olmagan bo'lsalaringiz kerak. Yoki 2 ni ko'pinchisini 2 ni kvadratini davom etamiz. Xo'sh, 3-chi misolimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa yaxshi. Qaranglar, yana ba'zi bir testlarimizda uchraydiki, 51-chi misolimizga qaranglar. 12 va 16 sonlarning eng katta umumiy bo'luvchisi va eng kichik umumiy karalisi yig'indisini toping. Yoki eng katta umumiy bo'luvchisini eng kichik umumiy karalisiga nisbatan toping. Yoki ikkalasi bir-biridan qanchaga farq qiladi degan savollar ham uchrashi mumkin. Bularni ham ishlab o'tamiz, ya'ni qanday ishlanadi. Xo'sh, biz 54-chi misolni ishlaymiz. 54-chi misol. 55 ni ishlaylik. 55 birozgina kattaroq sanaga. To'g'rimi? 210 ni tub ko'paytiruvchiga ajrataman. 2 ga bo'laman. 2 ga bo'lsam, xo'p, 105 bo'ladi. 105 ni endi 3 ga bo'laman. 35. 35 ni 2 ga bo'laman, 5 ga bo'laman. 5 ga bo'lsam 7. 7 ni 2 ga bo'laman 1. Demak, 210 teng bo'larkan 2 ni birinchisi ko'paytirib 3 ni birinchisi ko'paytirib 5 ni birinchisi ko'paytirib 7 ni birinchisiga. Mana endi 280 ni tub ko'paytiruvchiga ajrataman. 2 ga bo'laman 140, 2 ga bo'laman 70, 2 ga bo'laman 35. 35 ni endi 5 ga bo'laman 7 bo'lar ekan, 7 ni 7 ga bo'laman 1. Demak, 280 teng bo'lar ekan 2 ni ko'pinchi darajasi. Xo'p, ko'paytiruv 5 ni birinchi darajasi ko'paytiruv 7 ni birinchi darajasiga. Mana berilgan ikkala sonni ham tub ko'paytiruvchiga ajratdik. Mana endi ikukni topaman, ikukni topaman. Ikuk nimaga teng bo'ladi? Birinchi o'rinda ikukni topib olaylik. 280 uchun. Xo'p, 2 ni birinchi darajasi bor. 2 ni ko'pinchi darajasi bor. 2 ni ko'pinchisini olaman. Xo'p, ana endi 5 ni birinchisi bor, 5 ni birinchisi bor. Ko'paytiruv 5 ni birinchisi. Xo'p, ana endi 7 ni birinchisi bor ekan, 7 ni birinchisi bor ekan. 7 ni birinchisini olaman. Mana endi 3 ni birinchisi ham bor ekan, ya'ni o'xshash bo'lmagan. Mana shunga teng bo'ladi. Xo'p,
ko'paytirib turmaylik. Natijada chiqaradiganlari ham hozir bo'lib qolishi mumkin-da. Mana shu holatda turib tursin. Xo'p, ana endi i ko'p nimaga teng bo'ladi? 210 va 280 uchun. Umumiy bo'lganini ana endi eng kichkina darajasini olaman. Ikkini birinchisi bor, ikkini ko'pinchisi bor. Ikkini birinchi darajasini olaman. 3 ni birinchisi bor. Xo'p, bunda yo'q ekan. 5 ni birinchisi bor ekan, bunda ham bor ekan 5 ni birinchi darajasi. Demak, 5 ni birinchi darajasini olaman. Endi 7 ni birinchisi bor, 7 ni birinchisi bor. Ikkalasida ham mavjudda. Olaman ularni. Xo'p, ana endi mana shu holatda turadi. Nima deyapti bizda? Xo'p, eng kichik umumiy karalisini eng katta umumiy bo'luvchisiga nisbatini toping. Ya'ni i kubga nisbatini topishimiz kerak-da. Xo'p, qanday bo'ladi bu? 2 ni ko'pinchi darajasi ko'paytirib 5 ni birinchi darajasi ko'paytirib 7 ni birinchisi ko'paytirib 3 ni birinchisi taqsim 2 ni birinchisi ko'paytirib 5 ni birinchisi ko'paytirib 7 ni birinchisi bo'ladi. Ana endi 7 ni birinchisilar qisqarib ketadi, 5 ni birinchi darajalar ham qisqarib ketadi. 2 ni birinchisi bilan 2 ni ko'pinchisi qisqarib 2 ni kvadrat, ya'ni 4 bo'lib qoladi. 4 bo'lib qoladi. Ana endi xo'p 4 ni 3 ga ko'paytirsam nisbati, ya'ni bo'lganimda 12 chiqar ekanda. Bizda javob 12. Tushunarli bo'ldimi? Barcha kishiga tushunarli bo'ldimi? 55-misolimiz. Ha, 12. Misollarimizda ham, ya'ni mana shunga doir misollar uchrasa ham mana shu tartibda ishlanadi. Xo'p, keyingisiga o'tamiz endi. Qani, ana endi xo'sh, berilgan oraliqdagi, ya'ni 71 u 75-misollarga qaraymiz. Berilgan oraliqdagi o'zaro tub sonlar juftliklarini aniqlangan. O'zaro tub son juftliklari nima degani edi? O'zaro tub son juftliklari nima degan edi? Ya'ni qoidasi qanday edi? Xo'p, 4-misolga izoh qoldiraman. Sizlar qoidasini yozasizlar. O'zaro tub sonlar juftliklari deb nimaga aytiladi? Bilganlar yozsin. Agar bilmaganlar bo'lsa, o'zim yana qaytadan tushuntirib o'taman. O'zaro tub sonlar juftliklari deb nimaga aytiladi? Javobingizni kutib qolamiz barchadan. Hop, bir kishi yozibdi. Barcha kishi o'z fikrini yozib qoldirishi mumkin. Javoblaringizni kutib qolamiz. Aktiv bo'lamiz, do'stlar. Yaxshi. Bir-biriga bo'linmaydigan sonlar deyishdi. Xo'p, to'g'ri. Ikkala berilgan son ham, ya'ni juftlik degani ikkita sondan tashkil topadi-da. Berilgan ikkala son ham faqatgina birga bo'linishi kerak. Ikkala birga bo'linishi kerak. Birdan boshqa bo'luvchisi mavjud bo'lmasligi kerak-da. O'zaro tub son juftligi deb faqatgina birga bo'linishi kerak. Faqatgina birga bo'linadigan sonlarni biz, ya'ni o'zaro tub son juftliklari tuzib olishimiz mumkin hisoblanadi. Xo'p, ana endi qarang, 71-misolimizda. To'g'ri. bo'lgan hollarda biz o'zaro tub son juftliklarini tuzishimiz mumkin. Yaxshi. Demak, 71-misolimizni ishlaymiz. Qarang, birinchi o'rinda 4 bilan qaysi biri sonlar juftlik bo'la oladi? Ana o'shalarni yozib chiqaman. 4 bilan. 4 bilan 5 ni olaman. Ana endi. Hop, 4 bilan 6 ni ola olmayman. Sababi 2 ga bo'linib qoladi. Endi 4 bilan 7 ni olaman. 4 bilan 7 ni olaman. Bo'ldi.
4 bilan sheriklar tugadi. Demak, hozir bizda 2 ta chiqdi hozircha. Endi 5 ga o'taman. 5 bilan 6 ni olaman. Keyingisi 5 bilan 7 ni olaman. 5 bilan 8 ni olaman. Bo'ldi, boshqa sherik qila olmayman. Bizda 3 ta chiqdi. 5 bilan juftlik tuzganimda 3 ta chiqdi. Ana endi 6 ga o'taman. 6 ga navbat keldi. 6 bilan 7 ni olaman. 6 bilan 7 ni olaman. Xo'p, 6 bilan 8 ni ololmayman. Sababi ikkalasi ham 2 ga bo'linib qoladi. Xo'p, hozircha bitta chiqdi. Endi 7 bilan 8 ni olaman. 7 bilan 8 ni olaman. Bunda ham bitta chiqdi. Demak, qo'shamiz. 2 ga 3 ni qo'shsam 5 ta, 6 ta, 7 ta. Demak, 4 u 8 kesmada, 4 u 8 kesmada 7 ta o'zaro sonlar juftliklari mavjud ekan. Mana bu to'rtburchak qavs degani, ya'ni berilgan sonlar ham kiradi degani. 4 ham, 8 ham kiradi degani. Berilgan oraliqqa, ya'ni o'sha sonlarga kiradi deb eslaringizdan chiqmasin. Agar bittasi dumaloq qolsa, ya'ni mana bu ko'rinishda bo'lib qolsa, ya'ni necha desam bo'ladi? 5 u hop 10 bo'lib qolishi mumkin-da. 5 kirmaydi. Ya'ni 6 u 10 gacha bo'lgan kesmada o'zaro tub son juftliklarini tuzib olasizlar. 5 ni qo'shmaysizlar. Mana bu ko'rinishda hozir biz yozib chiqdik-ku. O'shanga qo'shmaysizlar-da. Xo'p, 71-misol. Tushunarli bo'ldimi barchaga? 71-misol. Izohga qani yozib yuboringlar. 4-misol izohiga yozib yuboringlar. Tushungan bo'lsalaringiz. Aha, yaxshi. Ana endi sizlarga misol beraman. Xo'sh. 75-misolni ishlab ko'ringlar. 75-misolni barcha kishilar 75-misolni ishlab ko'rsin. Barcha kishilar 75-misolni ishlab ko'rsin. Keyin 4-misol izohiga yozib qoldirasizlar. Javobingizni 4-misol izohiga yozib qoldirasizlar. Barchalaringizdan javobingizni kutib qolamiz. Hamma kishi ishlab ko'rsa, keyin tekshiramizda. Sizlar javoblaringizni tekshiramiz. Barcha kishi ishlab ko'rsin. Hozirda 3 kishi ishlayapti.
Nima demakki bu hamma ishlatdilaringizmi? Misol uchun 13 ta chiqqan, 13 ta denglar. Ikkilanmasdan javob beringlar. Sizlar axir ishlab javobini yozyapsizlar-ku. Tavakkal yozmayapsizlar. Yaxshi. Qani endi tekshiramiz. Kimda nechta chiqqanini aniqlab olamiz. Qaranglar. Birinchi o'rinda 30 bilan juft bo'lganlarni yozaman. 30 bilan 31 ni bitta ketdi. Endi 30 bilan qaysini olaman? 32 ni ololmayman. 33 ni ham ololmayman. 34 ni ham ololmayman. 35 ni ham ololmayman. Xo'p, 30 bilan 36 ni ham ololmayman. Bo'ldi, hozircha bizda bitta tayyor. Endi keyingiga o'tamiz. Xo'p, 32 bilan 33 ni olaman. 32 bilan 33 ni olaman. Endi 32 bilan yana 32 bilan 33 ni oldim, 34 ni olmayman, 35 ni olaman. Xo'p, 32 bilan 35 30. Xo'p, hozir men 30 dan keyin 32 ni boshlayman, keyin 31 ni yozib ketaman-da. Xo'p, 32 bilan 36 ni ham ololmayman. Hozircha 3 ta bo'ldi bizda. Qani endi 31 bilan 32 ni olaman. Xo'p, 31 bilan xo'sh, 32 ni oldim. Endi 33 ni olaman. 33 ni olaman. Qani endi 31 bilan 34 ni olaman. Qani endi 31 bilan 35 ni olaman. Xo'p, keyingisi 31 bilan 36 ni olaman. Xo'sh, ketdi bu ham, to'g'rimi? Endi 33 ga o'tamiz. 33 bilan xo'p, 34 ni olaman. Qani endi 33 bilan 35 ni olaman. 33 bilan 36 ni ololmayman. Endi 34 ga o'taman. 34 bilan 35 ni olaman. 35 ni olaman. Xo'sh, ana endi 35 bilan 36 ni olaman. Nechta chiqyapti bizda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ta. Demak, tekshiramiz. Ya'ni qolib ketmadi ekan. Demak, javobi 12 ta ekan. Kimdadir 13 ta chiqdi, kimdadir 14 ta chiqdi. 12 ta chiqadi, javobi 12 ta chiqadi. Sizlar ya'ni bir xillik narsa qo'shilib ketgan bo'lishi mumkin. 12 ta javob chiqadi. Javobi 12 ta. Adashmanglar. 14 12 ta ishlaganlar to'ppa to'g'ri. Xo'p, tushunarli bo'ldimi? Bu ham tushunarli bo'ldimi? Mana endi keyingisiga o'tamiz. Keyingisiga. Qaranglar. Xo'p, keyingi ma'lumotimiz demak, hisoblaymiz. Ya'ni i kubga ko'paytirishimiz kerak, chiqqan javobni aniqlashimiz kerak. Bizda formula bor. Xo'p, i kub ab ko'paytiruv i kub xo'p ab teng bo'ladi abga. Ya'ni i kub bilan i kubni ko'paytmasi o'sha sonlar ko'paytmasiga teng degan tushuncha bor bizda. I kub bilan i kubni ko'paytmasi o'sha sonlar ko'paytmasiga teng degan tushuncha bor. Qaranglar. Xo'p, hozir men i kub bilan i kubni o'rni almashtirib qo'ydim. Almashtirib yozdim-da. Aslida ko'paytmada ko'paytuvchilar o'rni almashgani bilan ko'paytmani qiymati o'zgarmaydi. Demak, qaraymiz. Yaxshilab e'tibor beramiz formulaga. A ni o'rnida nima kerak? A ni o'rnida 12, B ni o'rnida 8. Demak, javobi bilan 12 ko'paytiruv 8. Javobi 96. Javobi 96 ga teng bo'ladi. Mana shu formula eslaringizdan chiqmasin. Xo'p, sizlar
77 ni ishlaydilar. 77 ni ishlab, 5-chi misol izohiga yozib qoldiringlar. 5-chi misol izohiga yozib qoldirasizlar. 77-chi misolni ishlab bo'lib, 5-chi misol izohiga yozib qoldiringlar. Necha chiqqanini. Kimda necha chiqdi? Qani? Xo'p, 16 kara 39 nimaga teng bo'ladi? Aniq qiymatlarni yozib qoldiringlar-da. Aniq qiymatlarni. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni A o'rnida 16 kelyapti. B ni o'rnida esa 36 kelyapti. Ikkalasini ko'paytiramiz, ya'ni 16 kara 36. Javobi 576 ga teng bo'ladi. Kimda 576 chiqqan bo'lsa, to'ppa-to'g'ri. Xo'p, ana endi. Albatta, zavq qilmoqda. Xo'p, keyingi masalalarimizga e'tibor beramiz. Qaranglar. Xo'sh, ana endi 82 ga qaraymiz. Demak, 82 ga e'tibor beramiz. Ikki natural sonning ko'paytmasi 7200 bo'lsa deyapti. Ikki natural sonning ko'paytmasi 7200 ekan. I kubi 10 ga, I kubini toping. Bizda nimalar berilyapti? Ikki natural sonning ko'paytmasi, ya'ni a kara b 7200 deyapti. I kub deyapti. I kub 10 ga teng deyapti. I kub 10 ga teng bo'lsa, I kubni toping. Mana shu formuladan men I kubni topib olaman. I kubni topsam, I kub AB teng bo'ladi. Xo'p, AB taqsim I kub AB bo'ladi. Xo'p, o'rniga qo'yaman, hisob-kitob qilaman. 7200 taqsim 10. Javobi 720 bo'ladi. Demak, I kubi 720 ga teng bo'lar ekan. Mana shu formula eslaringizdan chiqmasin. Ba'zi bir misollarda I kub ko'paytirib I kub deydi yoki ba'zi bir misollarimizda ikki natural sonning ko'paytmasi mana shu songa teng, I kubi mana shunga teng bo'lsa, I kubni toping yoki I kub bilan I kubni berib qo'yib, ikki natural sonning ko'paytmasini toping deydi. Shu tufayli yaxshilab bilib olinglar formula. Formula bo'yicha ishlanadi. Yaxshi. Xo'p, endi qani sizlarga misol beraman. 85 ni ishlanglar. 85 ni. O'zaro tub sonlarning I kubi 84 ga teng. O'zaro tub sonlarning I kubi 84 ga teng bo'lsa, ularning ko'paytmasini toping. Demak, nechaga teng bo'ladi? Hamma ishlab ko'rsin. Ishlab 5-chi misol izohiga yozib qoldirsin javobini. Qolamiz javobimizda. Xo'p. Hurmatli o'quvchilar, qaranglar, vaqtimiz ham o'zi allamahal bo'lib qolibdi. Davom etamizmi yoki ertaga davom ettiramizmi? Qolganini.
Hozir bizda umumiy bo'luvchilar soni, natural bo'luvchilar soni, xo'p, natural bo'luvchilar yig'indisi degan mavzularimiz bor. Ya'ni kichkina mavzuchalarimiz bor. Xo'p, 84 chiqdi barcha kishida, to'g'ri. Sababi o'zaro tub sonlarning i kubi har doim hop, o'zaro tub sonlarning i kubi har doim birga teng. I kub 84 bo'lsa, ularning ko'paytmasini toping. To'g'rimi? Demak, i kub 1 bo'lsa, i kub 84 ga teng bo'lsa, 1 karra 84. To'ppa-to'g'ri 84 chiqadi. Hisoblaganimizda 84 degan javob chiqadi. Ana endi keyingiga o'tamiz. Xo'p, harflarda ham mana shunday qilamiz, ya'ni sonlarni ko'paytuvchiga ajratib oldik-ku. Bularda ham eng katta darajalarni olamiz. Agar i kubda deyilgan bo'lsa, i kubda esa eng kichkina darajalarni olib hisoblab qo'yamiz. Xo'p, ana endi keyingi misolimizga o'tamiz. Mana endi sizlar uchun eng muhim bo'lgan mavzumizga keldik. Bo'linuvchanlik, sonning natural bo'luvchilar soni va yig'indisi. Xo'p, birinchi misoldan 10-misolgacha e'tiborimizni qaratamiz. Nima deyapti sharhida? Berilgan sonlarning natural bo'luvchilar sonini toping. Xo'p, 5-misoldan ishlab ko'rsataman. Demak, bunda ham birinchi o'rinda xo'sh, berilgan sonni to'p ko'paytuvchiga ajrataman. Eng kichik to'p songa bo'lib boraman-da. 2 ga bo'laman. 80 chiqadi. 80 ni 2 ga bo'laman. 40. 40 ni 2 ga bo'laman. 20. 20 ni 2 ga bo'laman. 10. 10 ni 2 ga bo'laman. 5. 5 ni 5 ga bo'laman. 1 chiqadi. Demak, 160 teng bo'lar ekan. 2 ni nechinchi darajasi? 2 ni 5-darajasi. Ko'paytirib 5 ni 1-darajasi. Mana berilgan sonim kanonic yoyma keltirildi. Ana endi NBS eng kerakli joyi. Qaranglar. NBSni topish uchun darajalariga 1 qo'shib ko'paytirib qo'yaman. Ya'ni, xo'p, 2 ni darajasini alfa 1 desam, 5 ni darajasini alfa 2 deyman. Alfa 2 deyman-da. Xo'p, alfa 1 plus 1 ko'paytirilgan alfa 2 plus 1 deyman. Alfa 2 plus 1. Xo'p, alfa 1 ga nima qo'yaman degan savol tug'ilishi mumkin. Alfa 2 ga nima qo'yaman degan savol tug'ilishi mumkin-da. Alfa 1 ga 2 ni darajasini, alfa 2 ga 5 ni darajasini. Agar alfa 3, alfa 4 ga kelgan bo'lsa, 5 dan keyin qaysi tubson kelyapti? Ana o'shani darajasini olib, ya'ni 1 qo'shib ko'paytirib qo'yamiz. Hisoblaymiz. NBS teng bo'ladi. Xo'p, 5 ga qo'shaman 1 ni. Ko'paytirib 1 ga qo'shaman 1 ni. Demak, 5 ga 1 ni qo'shsam 6, ko'paytirib 1 ga 1 ni qo'shsam 2. 6 kir 2 12. Demak, 160 ning natural bo'luvchilar soni 12 ga teng bo'lar ekan. Ikkita holatda biz natural bo'luvchilar sonini topsak bo'ladi. Birinchi holat yozib, xo'sh, yozib chiqishda bir xonali, ikki xonali bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozib chiqamiz. Vaqtimiz uncha ketmaydi. Agar 3 xonali, 4 xonali bo'ladigan bo'lsa, ya'ni natural bo'luvchilarni sonini toping desa, ularni yozib chiqqanimizda bizni vaqtimiz ketadi. Shu tufayli formulani bilib olsak, darrov ishlaymiz, ya'ni vaqtdan yutamiz-da. Xo'p, yana misol ishlaymiz. Natural bo'luvchilar sonini topishga doir 240 ni ko'ramiz. 240 ni ko'paytuvchiga ajratamiz. 2 ga bo'laman 120, 120 ni 2 ga bo'laman 60, 60 ni 2 ga bo'laman 30, 30 ni 2 ga bo'laman 15, 15 3 ga bo'laman 5, 5 ni 3 ga bo'laman 1. Ana endi xo'p 240 nimaga teng bo'ladi? 2 ni 4-darajasi ko'paytirib 3 ni 1-darajasi ko'paytirib 5 ni 1-darajasi. Har bir darajasiga 1 qo'shib ko'paytirib qo'yaman. NBS teng bo'ladi. 4 ga 1 ni qo'shaman, ko'paytirib 1 ga qo'shaman 1 ni, ko'paytiraman 1 ga qo'shaman 1 ni. Demak, 4 ga 1 ni qo'shsam 5, ko'paytirib 1 ga 1 ni qo'shsam 2, ko'paytirib 2. Demak, javobi 20 bo'lar ekan. 240 ning 20 ta
Natural bo'luvchilar soni tushunarli bo'lgan bo'lsa, 6-chi misol izohiga yozib qoldiringlar. 6-chi misol izohiga yozib qoldiringlar. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa. Xo'p, tushunarli bo'lgan bo'lsa, ana endi sizlarga misol beraman. Misol beraman. 360ni natural bo'luvchilar sonini topib beringlar mana. Nechta natural bo'luvchilar soni mavjud ekan? Yaxshi. 360ni natural bo'luvchilar sonini topib beringlar. 360 mana 4 burchak ichiga olib qo'ygan, ya'ni 10-chi misolimiz. Mana bu misolimiz. Hı, 24 çıktı. İşte qolganlarda aç. Qolganlarda nechi chiqdi? Xo'p, endi tekshiramiz. Tekshiramiz. Demak, 360ni 4 ko'paytiruvchiga ajrataman. 2 ga bo'laman. 180. Ana endi 180ni 2 ga bo'laman. 90. 92 ga bo'laman. 45. 45ni 3 ga bo'laman. 15. 15ni 3 ga bo'laman. 5. 5ni 5 ga bo'laman. 1. Demak, 360 teng bo'lar ekan. 2 dan nechta? 1, 2, 3. 2 ni ko'pi, 3 ni kvadrati, 5 ni birinchi darajasi. Mana kanal yonma keltirdim. Darajalariga bir qo'shib ko'paytirib qo'yaman. NBS teng bo'ladi 3 plus 1 ko'paytirilgan. 2 plus 1 ko'paytirib 1 plus 1. Demak, bu teng bo'ladi 4 ko'paytirib 3 ko'paytirib 2. Demak, javobi 24. Kimda 24 chiqqanisi to'g'ri. Yaxshi. Natural tushunarli bo'ldimi barchaga? Natural bo'luvchilar sonini topish tushunarli bo'ldimi? Ana endi biz 7-chi misolimizga keldik. Ya'ni natural bo'luvchilar yig'indisini o'rganamiz. Natural bo'luvchilar yig'indisi qanday topiladi? Ana o'shani o'tamiz. Xo'p, qaranglar. Natural bo'luvchilar sonini yig'indisini topish, ya'ni 11 dan 20 gacha bo'lgan misollarni yig'indisini topamiz. Qaranglar, ikkita holatda ko'rsatib beraman. Ikkita holatda ko'rsatib beraman. Xo'p, birinchisi yozib chiqamiz. Yozib chiqamiz. Bo'luvchilarni. Xo'p, nechaga bo'linadi? 1 bo'ladi, 2 bo'ladi. 4 bo'ladi, 5 bo'ladi, 8 bo'linadi, 10 bo'linadi, 20 ga bo'linadi, 40 ga bo'linadi. 20 ga 40 ga bo'linadi. Natijalar barchasini qo'shib chiqaman. Barchasini qo'shib chiqaman. Yozib o'tganlarimni barchasini qo'shganimda, ya'ni natural bo'luvchilar yig'indisi kelib chiqadi. Biz bir xonali, ikki xonali bo'lgan holatlarda yozib bemalol yig'indisini topib olishimiz mumkin. Faqatgina 3 xonali, 4 xonali bo'lsa, ularni qanday topamiz? Xo'p, berilgan har bir sonni, ya'ni 40 bo'ladimi, 48 bo'ladimi, 60 bo'ladimi, bunda ham tub ko'paytuvchiga ajratamiz. Xo'p, 40 ni tub ko'paytuvchiga ajratsam, 2 ni ko'pinchi darajasi ko'paytirib 5 ni birinchi darajasi bo'ladi. Mana tub ko'paytuvchiga ajratdim. Xo'p, ana endi nima qilamiz? Ana endi NBY deymiz. NBY deymiz. Xo'sh,
nimaga teng bo'ladi? Nibisi javobim nimaga teng bo'ladi? Ikkini darajasiga, ya'ni ko'p bo'lyapti, to'g'rimi? Ikkini darajasiga bir qo'shaman, bir qo'shib, birni ayirib tashlayman. Birni ayirib tashlayman. Mahrajiga esa asosdan birni ayiraman. Asosdan birni ayiraman. Ko'paytiruv. 5 ni darajasiga bir qo'shib, chiqqan birni ayiraman. Mahrajiga esa asosdan birni ayiraman. Ya'ni asosi bizda 5 bo'lyapti, to'g'rimi? 5 minus 1. Mana shuni ko'paytirib qo'yaman. 2 ni ko'pincha darajasiga 1 ni qo'ysam, xo'p, natijada 2 ni 4-si, 2 ni 4-si bizda 16 ga teng bo'ladi. 16 dan 1 ketsa 15. Mahrajni hisoblasam 1 bo'ladi. 15 ko'paytiruv. Xo'sh, ana endi 5 ning kvadrati bo'ladi mana bu. 5 ning kvadrati bo'layotgan bo'lsa 25. 25 dan 1 ketsa 24 bo'ladi. 24 taqsim 4. Demak, 15 ko'paytirilgan 6. Bu 90 ga teng bo'ladi. Mana bu holatni javobi 90 chiqadi. Mana formulaga qo'ydik. Bunda ham 90 chiqadi. Ikkita holatda ham yig'indi bir xil chiqadi. Tushunarli bo'ldimi? 11-misol. Kimda kim tushungan bo'lsa yoki tushunmagan bo'lsa, yozib o'tgan izohga, ya'ni 7-misol izohiga yozsalaringiz, qaysi tushunuvchilarda? Birinchi o'rinda sizlar tushunganlaringizni yoki tushunmaganlaringizni bilib olishim kerakda. Agar tushunmay qolgan bo'lsangiz, yana bir marta tushuntiraman. Ana undan keyin tushunganlaringizdan keyin sizlarga misol beraman-da. Men uncha tushunmadim. Xo'p, yana bir bor tushuntiraman. Birinchi o'rinda i ko'p nibisiga o'xshatib sizlar kanonik yoyilmaga keltirasizlar. Kanonik yoyilma keltirganlaringizdan keyin ikkining darajasiga, hozir bizda asosi 2, darajasi 3 bo'lyapti, to'g'rimi? Asosi 2, darajasi 3. Ya'ni hozir biz birinchi songa qarayapmiz. Birinchi tub songa. Xo'p, ana endi 2 ni darajasiga 1 qo'shib, 2 ni darajasiga 1 qo'shib, darajasi hozir bizda 3, 3 ga 1 ni qo'shib, chiqqan javobdan 1 ni ayirib tashlayapman. Mahrajiga esa asosidan 1 ni ayirayapman. Asosi hozir mana bu yerda tubson bo'lyapti. Har biriniki tubson ketadi. 2, 3, 5, 7 va hokazo shu tartibda ketadi-da. Endi qaranglar, 5 ko'paytirilgan qildim. Har doim mana bu yerda ko'paytiruv ketadi. Xo'p, endi 5 ni darajasiga 1 qo'shib, 1 ni ayirdim. Darajasiga 1 ni qo'shib, 1 ni ayirdim. Mahrajiga esa asosidan, ya'ni 5 dan 1 ni ayirib, chiqqan natijalarni ko'paytirib qo'ydim. Natijada bizda 90 chiqdi. Xo'p, endi misol beraman. 60 emas, 240 ni qilinglar. 240 ni natural bo'luvchilar yig'indisini topib ko'ringlar. Mana misol ham turadi, ya'ni namunaviy misol sifatida sizlarga. 240 ishlab bo'lib, 7-misol izohiga yozib qoldiringlar. ikki yuz qirqni natural bo'luvchilar yig'indisini topinglar. Har doim eslaringizdan chiqmasin. Nibisi bo'ladimi, nibimi, ikuk bo'ladimi, tub ko'paytuvchiga ajratib olinglar. Ya'ni kanonik yoyilmaga keltiringlar. Kanonik yoyilmaga keltirganlaringizdan keyin qolgan ishlar amalga oshiriladi.
Kimdadir 1017 chiqdi, qolganlardan chiqqani. Hamma ishlasin. Hozir bizda 3 ta javob kelibdi. 3 ta javob. 1017, 744, 768 degan javoblar kelibdi. Tekshirib ko'ramiz qani. 372. Qani, men ishlashni boshladim. Agar ishlashga ulgurmaganlar, sizlar ham ishlab, javobingizni kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Ya'ni 7-misol izohiga. Xo'p, 240 ni ko'paytuvchiga ajrataman. 240 ni mana bu yerga yozaman. 240 ni 2 ga bo'laman. 120. 120 ni 2 ga bo'laman. 60. 60 ni 2 ga bo'laman. 30. 2 ga bo'laman. 15. 15 ni 3 ga bo'laman. 5. 5 ni 5 ga bo'laman. 1. 240 teng bo'lar ekan 2 ni 4-darajasi ko'paytirib 3 ni 1-darajasi ko'paytirib 5 ni 1-darajasi. Mana endi NBga deyman. Teng bo'ladi. 2 ni 4-darajasiga 1 qo'shib 1 ni ayiraman. Asosidan ayiraman, ya'ni 2 dan 1 ni. Ko'paytirib 3 ni darajasiga 1 qo'shib 1 ni ayiraman. Maxrajiga esa 3 minus 1 yozaman. Ko'paytirib 5 ni darajasiga 1 qo'shib 1 ni ayiraman. Maxrajiga esa 5 minus 1 deymiz. Mana shuni hisoblaymiz. Demak, javobi nimaga teng bo'ladi bu? Xo'p, 4 ga 1 ni qo'shsam 5, 2 ni 5-darajasi 32. 32 dan 1 ketsa 31 taqsim 1. Ko'paytirib 3 ni 1-si plus 1 bo'lyapti. Bu hisoblasak 9. 9 dan 1 ketsa necha chiqadi? 8. 8 taqsim 2. Ko'paytirib. Mana endi mana bu maxrajni qo'sam 4. Xo'p, 5 ni kvadrat bo'lyapti. 5 ni kvadrat 25. 25 dan 1 ketsa 24 bo'lyapti. 24. Mana endi 4 kira 2 8. Bu 8 bilan qisqarib ketadi. 31 ni 24 ga ko'paytiramiz. Javobi chiqadi. 31 kana 24. Yigirma to'rt ko'paytirsak 744 chiqar ekan. Kimda 744 chiqqan bo'lsa, to'ppa-to'g'ri ishlagan. Yaxshi. Xo'p, NB tushunarli bo'ldi, ha? Yaxshi. Ana endi, qaranglar. Savollarimiz ko'p. NBga ham, umumiy bo'luvchilar soniga ham, ekokga ham misollarimiz ko'p. Ana endi oxirgisi, ya'ni xo'p, eng kichkina molichamiz, ya'ni oxirgi molichamiz desa ham bo'ladi. Berilgan sonlarning umumiy natural bo'luvchilar sonini toping. Umumiy natural bo'luvchilar sonini toping. Xo'p, bu misolni ko'rmasdan turibman. Oddiy misolda, ya'ni eng oson, sodda misollarda ko'rsatib o'taman. Qaranglar, 6 va 8 ning umumiy bo'luvchilarini yozib olaylik. Qaysi sonlarga bo'linadi 6? 1 ga, 2 ga, 3 ga, 6 ga. 8 ni bo'luvchilarini yozaman. 1 ga, 2 ga, 4 ga, 8 ga. Xo'p, o'xshash bo'lganlari qaysi? O'xshash bo'lganlari. Ikkalasida ham o'xshash. 1 bor, 2 bor. Bunda ham 1 bor, bunda ham 2. Demak, 6 va 8 ni umumiy bo'luvchilar
qarang, ya'ni ikkalasida ham bir xil bo'lganlari 1 va 2. Demak, ikkita umumiy natural bo'luvchisi mavjud ekan. Mana bu holat birinchi yo'li hisoblanadi bu. Umumiy bo'luvchilar, umumiy natural bo'luvchilar soni topishni. Xo'p, endi formula bo'yicha ko'rsatamiz. Formula bo'yicha. Xo'sh, 21-misolda ko'rib o'tamiz. 21-misolda. 120 ni bunda ham tub ko'paytuvchiga ajrataman. 60 bo'ladi. 62 ga bo'laman 30, 32 ga bo'laman 15, 15 ni 3 ga bo'laman 5, 5 ni 3 ga bo'laman 1. Demak, 120 teng bo'lar ekan 2 ni ko'pinchi darajasi ko'paytirib 3 ni birinchi darajasi ko'paytirib 5 ni birinchi darajasi. Endi 144 ni tub ko'paytuvchiga ajrataman. 144 ni tub ko'paytuvchiga ajrataman. 2 ga bo'laman 72, 2 ga bo'laman 36, 2 ga bo'laman 18, 18 ni 2 ga bo'laman 9, 9 ni 3 ga bo'laman 3, 3 ni 3 ga bo'laman 1. Demak, 144 teng bo'lar ekan 2 ni 4-darajasi ko'paytirib 3 ni ko'ramiz. Mana ajratdik. Ya'ni kanonik yoyilmaga keltirdik. Endi qaranglar. Xo'p, kanonik yoyilmaga keltirganimizdan keyin tub ko'paytuvchiga, ya'ni tub ko'paytuvchiga ajratganimizdan keyin ikkala berilgan son uchun i kub topib olaman. I kub topib olaman. Ya'ni xo'p, 120 bilan 144 uchun nimaga teng bo'ladi? I kubda eng kichik darajalarni olar edim. 2 ni ko'pinchisi, 2 ni 4-chisi bor. 2 ni ko'pinchi darajasini olaman. Endi 3 ni birinchisi bor, 3 ni kvadrati bor. Ko'paytirib 3 ni birinchisini olaman. Xo'p, mana shu holatda qoladi. I kubni topib, endi darajalariga 1 qo'shib ko'paytirib qo'yasizlar. U bo'lsa teng bo'ladi 3 ga 1 qo'shsinlar. Ko'paytiraman, 1 ga qo'shaman 1 ni. Demak, javobi 4 kirik. Javobi 8 keladi. 120 bilan 144 ning umumiy bo'luvchilar, umumiy natural bo'luvchilar soni 8 ta ekan. Xo'p, kimda kim tushungan bo'lsa yoki tushunmagan bo'lsalaringiz 8-misol izohiga yozib qoldiringlar. Tushundik yoki tushunmadik. Agar tushungan bo'lsalaringiz plyus, tushunmagan bo'lsalaringiz minus qoldirsalaringiz, shunga qarab tushuntirib o'taman yana bir bor. Hozir sizlar umumiy natural bo'luvchilar soni topish uchun nimalarni bilishimiz kerak? Birinchi o'rinda tub ko'paytuvchiga ajratishni, i kubni bilishlaringiz kerak. Keyin n-ni bilishlaringiz kerak. Ya'ni nima qilasizlar? Ikkita narsa topasizlarmi? Qolganlariga nisbatan bu birozgina qiyinroq, jiddiy qiyinroq. Lekin o'rganib olsalaringiz qiyin emas, oson bittada topib qo'yasizlar. Xo'p, qolganlar tushunmadimi? Antiga 3 kishi yozibdi. Tushundik deb. Qolganlar uchun ham tushunarli bo'ldimi? Qolganlar uchun ham. Yaxshi. Endi sizlarga misol beraman. Xo'p, yaxshi. Tushunarli bo'lgan misol. 29-misolda ishlanglar. 29-misolda. Bunda ham shunday. I kubga o'xshab i kubga o'xshab albatta tashlab beraman. Uyga vazifa tashlab beraman. Bajarasizlar. Birinchi o'rinda mavzularni yaxshilab o'rganib olaylikda biz. 112 va 114 uchun sizlar umumiy natural bo'luvchilar sonini topinglar. Har birini tub ko'paytuvchiga ajratinglar. Ikkitalik qanday ishlangan bo'lsa, 3talik ham shunday ishlanadi.
Demak, ana endi tekshirib ko'ramiz. Tekshirib ko'ramiz. Ya'ni, kimni kim to'g'ri ishladi, kim xato ishladi, kim tushunmay qoldi mavzuga, ana shularni bilib olamizda. Ovozim boryaptimi? Mhm. Demak, qaranglar, ishlaymiz. Ko'paytiruvchiga ajratsam, 2 ga bo'laman. 40 ni 2 ga bo'laman. 20, 20 ni 2 ga bo'laman. 10, 12 ga bo'laman. 5, 5 ni 5 ga bo'laman. 1. Mana kanonik teorema keltirildi. 80 teng bo'larkan, 2 ni 4-inchisi ko'paytirib 5 ni 1-inchisi bo'ldi. Endi 112 ni tub ko'paytiruvchiga ajrataman. 2 ga bo'laman. Xo'p, 2 ga bo'lsam 56, 2 ga bo'laman. 28, 2 ga bo'laman. 14, 14 ni 2 ga bo'laman. 7, 7 ni 2 ga bo'laman. 1. Xo'p, 112 teng bo'larkan, 2 ni 4-darajasi ko'paytiruv. Xo'p, 7 ni 1-darajasi. Ana endi. 144 tayyor ajratilgan ekan. Tayyor ajratilgan holati bor ekan. Mana shundan foydalanamizda endi. 21-misolimizda mana ajratib qo'ygan ekanmiz 144. Bunda ham, ya'ni 29-misolimizda ham 144 kelyapti ekan. Xo'p, bo'lib qoldi. Har biri uchun i kub topaman. I kub topib, xo'p, darajalarni olaman. Eng kichkina darajalarni, umumiy bo'lganini eng kichkina darajasini. 2 ni 4-inchisi bor. Har birida 2 ni 4-inchisi bor ekan. 2 ni 4-inchisini olaman. Endi bo'ldi, qolganlari o'xshash bo'lmayapti. U BS teng 4 plus 1. Demak, javobi 5 bo'lar ekan. Bo'ldi. Xo'sh, umumiy natural bo'luvchilar sonini topish. Umumiy natural bo'luvchilar sonini topish. Bariga tushunarli bo'ldimi? Umumiy natural bo'luvchilar sonini topish. Yaxshi. Xo'p, darsimiz zaps bo'ldi. Zapsimizni tushirib olamiz.